欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2。好久没有跟大家见面了。那么咱们在上一学期呢，已经学完了我们这个教你学国家通用语言的1。现在我们来看我们这期待已久的第2册吧。那第1册的时候呢，我们学到了哪些呀？阿里木从他的家乡来到乌鲁木齐干什么了呢？找工作、找房子、体检，然后呢，最后又出差，等等等等，他在乌鲁木齐的生活。那么这一册我们会讲到什么呢？我们一起来看一下。那我们今天要学的呢，是我们本册书的第1单元的第1部分。那我们一起来看一下，把书呢翻到第1页，把书翻到第1页。那第1单元上面讲的是阿里木接到妈妈的电话。阿里木kimning telefonini topshirib opsininki. Bir odamninki mushu telefonini topshirib olgan bo'lsak nima deyotganmiz? 接到谁谁谁的电话 desak bo'ladi。好，那么这个阿里木的妈妈跟阿里木说了什么？Olimning opasi olimga nimalarni degandi? Bu qismda yana qanday ishlar yuz berdigandi? 那我们先来学一下今天的生词总动员。把书呢翻到第2页，ikkinchi betda生词，ya'ni bugungi ham so'z bilan tanishib o'taylik。第1个字接，接怎么写的呢？一个提手旁，然后一个立，下面是一个女，接。接这个词的意思呢是 olmak。Andan keyin mushu topshirib ilish degandek bir ma'noda chiqadi va opirib qo'y akilish degandek ma'noda chiqadi. Masalan, hozir mening bir do'stim kelmoqchi, men bu do'stimni og'ili borman desam, 我去接朋友，我去接朋友 desak bo'ladi。那么比如说今天外面下雨了，bugun tezda yomg'ir yog'di。那我去接孩子回家，我去接孩子回家。我记得咱们在学这个第1册的时候呢，有一个这个迪利亚尔去接阿里木，对吧？去火车站接阿里木，那 akilish degan ma'noda。那么topshirib ilish, masalan men bugun menga bir telefon kelibdi, men birisi palonchininki telefonsini qabul qildim degan bo'lsa, 那我今天接到了谁谁谁的电话，我今天接到谁谁谁的电话 desak bo'ladi。接 olmak。ikkinchi so'z 到。到怎么写的呢？横撇折点，然后一个土，下面后面是一个立刀旁竖钩。那么到呢，我们在第1册学的时候是 yetib berishdi。Masalan men uyga keldim bo'lsa， 我到家了，我到家了。那这个 maktabga keldim desak， 我到学校了。那在这里呢，在这一课里面，这个到呢，我们要学的是它的另外一个意思啊。yana bir ma'nosi, ya'ni feelingki mushu keyniga akab turib, masalan bir ishni qilib shundoq bo'lganligini, 或者说shu yerga kelganligini ko'rsatib beradi. Masalan, kitob ko'rib, kitobni biz 10-betga keldim。miyadagi mushu kelish deganga mushu davni ishlatamiz. 比如说我看书看到第10页了，我看书看到第10页了。那么如果我在看电视剧televiziya teatr ko'rgan bo'lsam, 30 qismga kelgan bo'lsam, 看电视剧我看到第多少集？第30集了啊。看电视剧我看到第30集了。那么我们现在在学这本书已经学到哪儿了？学到第2册
第一单元了，第二册第一单元了desak bo'ladi. Filning keyiniga davni akasak shu harakatni qilib, shundaq bir joyga kelganligimizni deb beradi. 好，下面一个词孩子，孩子，还一个子点哈，然后撇横、撇折、撇点，然后呢是一个子，孩子，manisi bala， 我mening balam， 这是我的孩子，这是我的孩子，mening ikki balam ba， 我有2个孩子，我有2个孩子。那么 kichik bala degani小孩子，小孩子desak bo'ladi， 孩子 bala。好，下面一个呢，最近，最近，最上面是一个日横，然后呢竖横横提，后面是一个右，近呢撇横竖，然后是一个走之底。最degan bu xatniki ma'nosi ang。那近degan bu xatniki ma'nosi yaqin. Ang yaqinmi? Ya, yaqindan buyon deganni bildirdi. Ya'ni vaqtni so'zlab berdi. 比如说 yaqinning yaqi xizmatingiz qandaroq desak, 最近工作怎么样？最近工作怎么样？那 yaqinning yaqi salomatligingiz qandaroq desak, 最近身体怎么样？最近身体怎么样desak bo'ladi. 那么最近 yaqinning yaqi. Yana masalanga yaqindan buyon men bak aldirashib ketdim desak, 最近我很忙。最近我很忙desak bo'ladi. 好，下面一个身体，身体，身撇竖。然后呢，横折钩，横撇，体呢是一个单人旁，一个本，身体 badan。这个身体不 badan， 就那我的身体 mening badanim。那么身体呢biz odatda ya'ni mushu salomatlik deb turib ishlatamiz. 那比如说 opangiz dadingizniki salomatligi qandaroq desak, 你爸爸妈妈身体怎么样？你爸爸妈妈身体怎么样desak bo'ladi. 身体 salomatlik ya'ni badan. 好，那么就像刚才最近里面我们还说了一个，最近他身体不太好。yaqinning yaqi uning salomatligi toza yaxshi emas. 最近他身体不太好desak bo'ladi. 身体 salomatlik deb tushunaylik. Ostidagisi顺利，顺利，顺呢撇竖竖，然后是一个叶横撇竖横折撇点，利是一个和一个利刀旁，撇横竖撇捺，然后竖钩，顺利。oңushliq degan ma'noda. imtihonsi oңushliq bo'ldi degan bo'lsa, 考试顺利，考试顺利。har qanday ishda oңushliq degan bo'lsa, 一切顺利，一切顺利desak bo'ladi. 那么 sizningki har qanday ishlaringizningki oңushliq bo'lishini umid qilaman desak, 愿你一切顺利，愿你一切顺利desak bo'ladi. 好，bu ishni shunda oңushliq bijadiq bo'lsa, 这件事办得很顺利，这件事办得很顺利desak bo'ladi. 下面一个呢，还一个不横撇竖点，然后一个走之底，还。那么bu dersda bu hayninki ma'nosi mu degan ma'nosi bor, ya'ni har holda. Masalan, har holda yaxshi desak, 还好，har holda bo'ladi, 还可以。那么就像刚才啊，最近你身体怎么样？yaqinning yaqi salomatligingiz qandaqroq? har holda bo'ladi desak, 还可以，还可以 deb javob bersak bo'ladi. 好，这个呢是还。
那么下面一个呢，想字怎么写的呀？两个木，一个心是吧？一个木头的木，一个眼睛的木。那么bu想deganimizning bu so'zning ma'nosi很多啊，在这一课里面我们学到的它的意思是什么呢？是 سېغىنىش. مثلا من sizni سېغىندىم desek 我很想你，我很想你desek bo'ladi va.那么uningdan boshqa bir ishni qilg'imiz bor, shu maqchi deb qo'yamiz-ku. Shuningga shangni ishlasak bo'ladi. Masalan, uyga ketgan bor desak 我想回家，我想回家desek bo'ladi. Nima uyga ketkim kelyapti degan ma'noni bildirdi. Uyqum kelyapti desak 我想睡觉，我想睡觉bo'ladi. 好，下面一个放心，放心，放呢是放学的放，点横横折钩撇，然后一个反文，心呢就是yurakdagi心，撇卧钩点点啊，放心xotirjam bo'lish. Masalan, bolamdan xotirjam bo'lolmayapman desam 我不放心孩子，我不放心孩子. 那么 xotirjam bo'ling, bu ishni cho'qim yaxshi bajaraman desak 你放心，这件事我一定办好。你放心，这件事我一定办好desak bo'ladi. 放心 xotirjam bo'lish. xotirjam bo'lolmasa 不放心desak bo'ladi. 儿子，儿子撇竖弯钩，然后呢是一个子，儿子。o'g'lim o'g'li degan ma'noda chiqadi va bu mening o'g'lim bo'lsa 这是我的儿子，这是我的儿子. o'g'lim bu yil oliy maktabda o'qiyotidi desak 儿子今年上大学了，儿子今年上大学了. o'g'limizning xizmati nima desak 你儿子的工作是什么？你儿子的工作是什么desak bo'ladi. 好，下面一个呢，这个儿子我再讲一点啊，我们现在yana bir so'zlab o'tay. Mushu masalan biz o'g'il deganni男生男孩deymiz, qiz deganni 这个女生女孩deymiz. 那么 agarda mening bir qizim bir o'g'lim bor degan bo'lsam uningga 我有一个男生一个女生或者我有一个男孩一个女孩 desam bo'lamdi? Bo'lmaydi va o'zimizning farzandiga qarata so'zlagan vaqtimizda 儿子女儿 desak bo'ladi. mening bir qizim bir o'g'lim bor desak 我有一个女儿一个儿子bo'lish kerak. agarda 我有一个男孩一个女孩bo'lsa bu bola sizning emas boshqalarning bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zingizning bolasiga 儿子女儿 deganni ishlating. 好，那下面一个喜事儿，喜事儿。好，喜 deganimiz 以前我们学过一个喜欢的语言读过，上面呢是一个是，然后一个口两个点横，下面再一个口。事儿横竖横折横横折横横竖钩，而呢撇竖弯钩啊。喜事儿 deganimiz xushalliq. Na masalan voy kulib ketibsizlar-ku, nima xushalliq bor degan bo'lsa 你们笑得真开心，有什么喜事儿？你们笑得真开心，有什么喜事儿 desak bo'ladi. Bu yil bizning uyda xushalliq shunday jiq bo'ldi desak 今年我们家有很多喜事儿。今年我们家有很多喜事儿 desak bo'ladi. 那么办喜事儿deb yana bir so'z bor. 办喜事儿. Bir odamning uyida shu to'y bo'lmoqchi bo'lsa, uni biz 办喜事儿 deymiz. 这个什么时候办你们的喜事儿呀? Sizlarningki bu yerdagi bu xushalliq ishinglarni qachon bajaramiz emas, balki to'yinglarni qachon qilamiz degan gap.
办喜事儿，toy qilganni办喜事儿deymiz。下面一个呢，告诉，告撇横竖，下面呢一个口，还能一个竖，一个言字旁，撇横竖。Anandagi miyadagi bir dal cheketni unutib qolsa bo'lmaydi va qavsu deganimiz deb berish, aytib berish degan ma'noda. Masalan, men sizga bir ish deb beray desam, 我告诉你一件事。我告诉你一件事 desak bo'ladi. Andan keyin我想告诉你关于他的一个事情。或者是一件事情 desak， 我想告诉你关于他的一件事情。Men sizga uningga munosabatli bir ishni deb beray degandim degandek. 那么 men sizga deb bergim yo'q bo'lsa， 我不想告诉你，我不想告诉你 desak bo'ladi va bu işte u menga dedi， 这件事他告诉我了，这件事他告诉我了 desak bo'ladi。下面一个这个字呢，前面有一个口，然后呢一个耳刀旁，后面呢是一个可啊，可以的一个可。那是什么意思呢？而且是二声啊，它呢是一个叹词。Bu degan bu so'zniki jami 4 xil o'qilishi bo'la oladi. 一声、二声、三声、四声就是qilib 4 xil chiqadi. 4 xil chiqqan vaqtida buningki ya'ni mushu ma'nosimi o'xshamaydigan bo'lib mangdi va odatda mushu deb ikkinchi ton bo'lgan vaqtida tani 表示疑问 o'nchu bir odatda nima bo'lib mangdi desakchi bir savol. Masalan deymiz-ku, shu deganga o'xshasha ma'nosi. Bu shu nima deysan desak, 你说什么？nim bo'pti？ 怎么了 desak bo'ladi va你说什么？怎么了？ xuddi 这个其实跟维语呢差不多. Uyg'urcha bilan ancha cho'ng farqlanmaydi. Uyg'urcha nima deganimiz qarshi tarafdan bir iliqi savol so'rag'inimiz-ku. Nima degandek, 什么 degandek. 好，就是就是deganimiz shu. Savol ikkinchi tonda savol bo'lib chiqadi. Na qolganlarida-chu 后面呢我们还会讲到。下面一个词婚礼。那婚呢是一个女一个女，能的跟撇竖提横斜钩，然后一个日，礼呢点横撇竖点竖弯钩，婚礼toy murasimi。那toy murasimini qachon bajarasizlar desak， 婚礼什么时候办？yoki bo'lmasa 什么时候办婚礼都可以啊。婚礼什么时候办呀？什么时候办婚礼？这是婚礼。시kamlarninki to'y murasimi qachon？ 你们的婚礼是什么时候？你们的婚礼是什么时候 desak bo'ladi。好，keyingi so'z定。Yezilishi 一个宝盖头 and then 横竖横撇捺定 bekitish degan ma'no bo'lib ma'nolaydi va bekitish. Masalan, hozir mushu to'y murosimi degan bo'lsak, to'y murosimini qachonga bekitdinglar desak, 婚礼定到什么时候了？婚礼定到什么时候了 desak bo'ladi va 那么 bu ishni bekitdinglarmi desak， 这件事定下来了吗？这件事定下来了吗？这件事定下来了吗 desak bo'ladi va 那 bekitgan bo'lsa 定了 yoki 定下来了 desak bo'ladi. Agarda bekitmagan bo'lsa 那就是还没定下来都可以啊，都可以。下面一个真
Cın degan bu xatdan burun biz öğrengendik muşu ras, yalgan degan vaqtimizda. Cın, hang, pie, shu, hang, zhe, hang, hang, hang. Oturdu 3 dal hang吧。然后又一个长横 aslida 2 dal chekit. Cın, asli ma'nosi rastdi. 这个东西是真的。Bu narsa ras demek saxta mal emas, cın mal demek. Çünkü adatda biz cın deb qo'yamiz go. 就是这个啊。那 onundan başqa mesela 他说的话是真的。Onun degan gapi ras. 他说的话是真的。Bu 真 degandagi birinchi ma'nosi. Na bu tekstdagi ma'nosi nima bo'lib ma'lum desak, bek. Na 就是 nahiddi. Nima degan degandagi. Masalan, bek yaxshi bo'pti, 或者是 nima degan yaxshi desak, 真好。真好。Na nima degan egiz bo'lsa 真高. Na keyingi bir sifat ekilishimiz kerak. 真好，真高。nima degan tez, 真快。nima degan qaltis, 真棒。Andan keyin nima degan chiroyli, 真漂亮。Yani masalan, ocham nima degan chiroyli bo'lib ketgan. Bugun degan bo'lsak, 姐姐今天真漂亮。姐姐今天真漂亮。那sizni ajab sevgindim desak, 我真的太想你了，我真想你都可以啊。真 ras, jin degandan boshqa yana nima degan ajabmi degan ma'nosi bor. Xo'p, masalan, yana masalan 真热, nima degan issiq, ajab issiq desak 真热 desak bo'ladi a. 下面一个呢，太，那么太呢是一个大的言喊呢，aslida bir dal chekit吧，对吧？太，它的意思呢跟这个真差不多，也是 back，intayin degan ma'noda. 那么你们üçün你们degan jiq intayin, 你们degan jiq backdo， 其实都是一样的。Uyg'urchada mu nahiti, intayin, back, vahshi deganda 各种 sözler bulduk. 那我们在这个汉语里面也是一样的啊。有很多的这个程度副词，就是 derecesini ko'tarib bera oladigan nurg'un so'zlar bor. Masalan, 我们以前学过的很呀、非常呀、特别呀，那今天的真呀、太呀，这些都是。那么用的时候，你看真呢是真美、真漂亮。deb turib sifatning oldiga kelamiz. Na tayni odat ishlatgan vaqtimizda tay 什么什么 了 deb turib ishlatamiz. Keyiniga yana bir tal 了 qitiladi. 比如说 bak egizgan desak 太高了，太高了。那 bak yaxshi bo'libdi desak 太好了，太好了，太好 desak bo'lmaydi. 然后再比如说 bak chiroyliga bo'lsa 太漂亮了，太漂亮了 desak bo'ladi. 这是太，也是非常的意思。下面一个呢，忙，忙，一个竖心旁，然后呢点横竖折。忙deganimiz aldirash degan ma'noda. Masalan, bugun men nihoyatda aldirash bo'lib ketdim. 今天我很忙。yoki bo'lmasa hozirgi shu tayni ishlasak, 今天我太忙了。今天我太忙了 desakmi bo'ladi. 好，这个呢是忙。那 undan boshqa biz doim bundaq bir so'zni anglaymiz. 你最近在忙什么呢？你最近在忙什么呢？那这个是什么意思呀？就是说 yaqinning yoki siz nima ishlar bilan aldirash. 或者说 birasiga telefon qilib "mang shimani" desimiz degan bo'lsa, u demak siz nima ish bilan aldirash, ya'ni siz nima ishlarni qilyapsiz, nima qilyapsiz deganini bildirdi. Xuddi biz "你在干什么呢" deganga o'xshash. "你在忙什么呢" deganimiz siz bek aldirash bo'lib ketdingizmi? Emas, balki nima ish qilyapsiz deganini bildirdi. 好，下面一个呢，坏，坏，坏字是怎么写的呀？一个土，然后一个不，坏。
坏degan bu xatninki asli ma'nosi buzilib qilish deyishna. O masalan, mening kompyuterim buzilib qoldi bo'lsa, 我的电脑坏了。我的电脑坏了 desak bo'ladi. Bu buzilib qilish degan ma'nosida. Nima? Buningki yana bir ma'nosi va u mo'xuda ashu tay, ya'ni jingga o'xshash bek degan ma'noni bildirdi. Amaliyotda mushu Uyg'urchadami bizlarga qo'sqam ichib o'lay dedim deganga o'xshashlarmi? 那么其实意思呢是差不多的，用法也是一样的啊。不坏degan so'zni biz 坏漂亮desak bo'lmaydi。那应该是放到什么呀？ sifatninki keyniga kelamiz。刚才啊，比如说 qo'saq ochdi degan bo'lsak, bo'lgan bo'lsa, jinni ishlatgan bo'lsak, jin bo'lib chiqdi. Tayni ishlatgan bo'lsak, tay deb chiqdi ya. Nima? Hoyni ishlatgan vaqtimizda bu ninki keyniga keladi va 坏了 desak bo'ladi. 坏了。那这个意思是 qo'sqi ichib buzilib qoldi emas, 是 qo'sqi bek ichib ketdi deganni bildirdi va 那我饿坏了，一天没有吃饭，bir kun tomoq yemay, 一天没有吃饭，我饿坏了 desak bo'ladi. Yana masalanga 最近忙坏了，yaqinning yoqi bek oldirashib ketdi. To'xtatchi, 最近忙坏了 desakmi bo'ladi va 这个呢是坏，记住了吗？下面一个可不是，可是我们以前说这个可以的可啊，是这么吃的，不是这些呢我们都已经学过了。可不是 deganimiz bu 是 deganimiz shunda, 不是 degan undaq emas, 可 degan lekin undaq emas degan ma'nodami? 不是的啊，unda emas. 可不是ning ma'nosi shuni demamsa, shundaq emasmi? Ne shundaqmi, shundaq emasmi? Shundaq ekanligini bildirdi va ya'ni qarish tarafninki mushu gapiga qandaq ila qaytirib javob berib qo'shiladiganligimizni ko'rsatib berdi. Masalan, bugun nima degan issiq? Voy shuni demamsa degan bo'lsak, nima bu yerdagi bu shuni demamsa deganligin dema degan gapmidi? Undaq emas, shu shundaq ekanligini, ya'ni qarish tarafniki degan bu gapiga qo'shiladiganligini ko'rsatib berdi. Masalan, 今天太热了，今天太热了，可不是，那就是是不是是啊？可不是 gerçi özüde 不是 degan bo'lsa-mu, shundaq ekanligini bildirdi va 那么可不是会了吗？ yana masalanga 比如说最近好忙呀， yaqinning yoqqa oldirashib ketdik. 最近好忙呀， 可不是 shuni demamsa, 可不是。好，这是我们的例子。下面一个对什么什么来说，对什么什么来说，对deganimiz是我们以前学的那个对不对的一个对啊，来说deganimiz是 nisbatan bo'lib ma'lum， 那就是 palonchiga nisbatan。那比如说 manga nisbatan 对我来说，o'quvchiga nisbatan 对学生来说，那 dehqonlarga nisbatan 对农民来说，那么对什么什么来说deb turib palonchiga nisbatan ya'ni shu odamga qarata bir xil ko'z qarashlarni so'zlaydi va masalan, menga nisbatan vaqt intoyin qimmatlik bo'lsa, 对我来说时间最珍贵，对我来说时间最珍贵 desak bo'ldi. 那么 cho'nglarga nisbatan, ya'ni ota-onamizga nisbatan nima narsa eng muhim desak, salomatlik bo'lsa, 那对父母来说身体最重要，对父母来说身体最重要 desak bo'ladi va 好，这是我们的对什么什么来说，对什么什么来说。Keyingi so'z 要不，要呢就是我们以前的那个要不要，
bu deganimiz 就是emasdiki bu. Ya bu ikki xil ma'nosi bor. Birisi 就是qarshi tarafga mushu taklif fikr bergan vaqtimizda ya'ni masalan ya bo'lmasa bunday qilaylik, ya bo'lmasa anday qilaylik degan chaqda ya buni ishlasak bo'ladi. Uningdan boshqa ya'ni mushu ma'lum bir ishlarga qarta biz faraz qildik. Ondan bu farzimizniki aksichi bir ahvol ko'rinib qolsa, ya bo'lmasa deb turib so'zlasak bo'ladi. Ya'ni u agar undaq bo'lmasa degan ma'noda chiqadi va masalan shu balduroq mayli bo'lmasa kechikib qolamiz. Balduroq mayli bo'lmasa kechikib qolamiz. 早点出发吧，早点出发吧，要不迟到了，要不迟到了。desek bo'ladi. Bu ya'ni demakchi, balduroq mang'ayli bo'lmasa deb turib shu balduroq mangmay qolsa, aksi ko'rilib qolgan ahvol nima desak, kechikib qilish degandek. Ya bu chidavla bo'lib mangdu. Nima, boyagi biz degan shu ya bo'lmasa deb taklif fikr bergan vaqtimizda uning bir jumla tuzib baqsak, masalan, bek kashib ketibdi, ya bo'lmasa men sizni opirib qo'yay. Bek kashib ketibdi, ya bo'lmasa men sizni opirib qo'yay bo'lsa, 太晚了，要不我送你吧。太晚了，要不我送你吧。Bu yerdeki这个要不deganimiz qanday taklif berdik desak, kashib ketdi, nima bexatar emas, men sizni opirib qo'yay deydigan bunday bir taklifni bergan bo'ldi va ya bu 我送你回去吧。要不siz qaytavering desak, 要不你先回去吧。要不你先回去吧 desek bo'ladi. Hop, keyingi so'z 请假. 请假. 请 deganimiz taklif qilishdagi 请. 假 deganimiz 就是假期的假，一个单人旁横折横竖横横 anandagi majidi 横折横 asli bir dal yu a. 请假 deganimiz ruxsat so'rash. Hop, 请假demedik, ruxsat so'rasha, buni ruxsat berish demedik. Shuning uchun agarda siz ruxsat so'ramoqchi bo'lsangiz, 给我请假 desangiz bo'lmaydi. 给我请假deganimiz, uni biz menga ruxsat bering degan gap emas. Uni nima deymiz? 希望你批准 desak bo'ladi va 就是 tasdiqlashingizni umid qilaman deymiz. 因为经常呢有学生跟我说，doim saboqdoshlar chu menga mundaq deydi va 老师给我请假. Muallim menga endi qarshi tarafdan demoqchi bo'lgani menga ruxsat bering. Lekin bu gap to'g'rimi? 老师给我请假. 那 amaliyotda ta 说的这个话呢意思是成了什么啊？ nimaga o'zgarib qoldi desak, muallim menga ruxsat bering deb tushunsam mu bo'ladi buni. 是 u odam menga havola qildi, men u odamga ruxsat beraman. Lekin amaliyotda u odam mendan ruxsat so'rayotdi. Mana shuning uchun buni qanday deymiz? 我想请假 deymiz. Men ruxsat so'ramoqchidim, boya maqchimakchi degani qaysi dedik? 想 deb o'rgandik. Shuning uchun ruxsat so'ramoqchidim deganda 我想请假. 我想请假 deymiz. 老师，我想请假。 领导，我想请假 desek bo'ladi. 那么你说这个请假它呢是有一个时间的bu ruxsat so'rashning bir vaqt bo'ladi. Bir kun so'ramsiz, bir soat so'ramsiz, bu vaqtini nega eklasiz desak, 请 bilan 假 ning o'rtasiga eklamiz. Masalan, bir kun ruxsat so'rash bo'lsa, 请一天假. 请一天假. Na muallim men bir kun ruxsat so'ramoqchidim desak, 老师，我想请一天假。老师，我想请一天假。bo'lib mangdu. 这是请假，一定要记住啊。好，下面一个呢，回去，回去，回deganimiz qaytish, 去 degan berish, 回去deganimiz 就是qaytib berish, 回去. Masalan, hozir sinfga bir o'quvchini izlab keldim. Ey, Xiaoming呢？他回去了。
u ketdi， 他回去了。u ketdi bo'ladi。那siz qachon ketasiz？ 你什么时候回去？你什么时候回去 desak bo'ladi。好，下面一个要是要是，那在这个地方做连词的时候，我们一般是读轻声。要是 agarda， 比如说 agarda men sen bo'lgan bo'lsam bunda qilmaydim。我要是你就不会这么做。我要是你就不会这么做。desak bo'ladi。要是 agar ya'ni bu nimani ko'rsatib beradi desak faraz qilayotganligini ko'rsatib beradi。好，下面一个呢，在什么什么不过，在什么什么不过，在deganimiz再见的一个在，不，这个我们都知道啊，过，ödep geçişteki过。那在什么不过deganimiz ma'nisi buni jo uningdimi mandiqi yo'qdi， 或者说uningdimi ödep ketadiğini yo'qdi deb tushunsak bo'ladi。那么bu zaten nima demekçi？ 就是an demekçi， 非常demekçi， nihoyatda demekçi。Masalan uningdimi yaxshisi yo'qdi desak， 再好不过了，再好不过了。那uningdimi mos keladiğini yo'qdi desak， 再合适不过了，再合适不过了。desak bo'ladi。那uningdimi güzeli yo'qdi desak， 再美不过了，再美不过了 desak bo'ladi。好，那最后一个专有名词是阿兹古丽。那这个阿兹古丽是什么呀？arzugul yani odamninki ismi。好，那亲爱的同学们，今天的生词我们学完了。那endi muallimga ergashib hammasini bir o'qib yetaylik。接到孩子最近身体顺利还想放心儿子喜事儿告诉婚礼定真太忙坏可不是对来说要不请假回去钥匙再不过阿兹古丽。好，那同学们，今天我们的作业呢是每一个生词读上个那么5到10遍，然后每一个生词抄2行，选择其中的10个造句。o'ttirdim bir 10 talla cümle düzeydim了，要不然mashq qilmasak esimizda qolmaydi。那今天我们的课就先上到这里，我们下一期再见。